Вы сколько лет в Татарии живете? 60. 60 лет. А татарша білесіңіз ме? Вот 60 лет. Сказал, Зуррахмет. Вот 60 лет прожили и не знаете. А вот спроси любого татарина, любого татарина спроси, он вам по-русски лучше объяснит, чем любой русский. А почему русские не знают 2-3 слова? Bu piketga chiquvimizning men endi natijasi bek zo'r natija berar deb ishonmayman. Chunki bizning hozir yetakchilarimiz xalqning fikrini tinglamay, eshitmay, ham eshitirga da tilamay. Chunki mana bu Qurshaq bizning davlat dumasi bor, Qurshaqlar ashumda kelmagan. Mana bizning Tataristonning davlat Sovet davlat kengashi bor. Ular bir kimni tinglamaylar. Mana bu til turunda biz endi hozir Tatar ijtimoiy o'zagi uyushqondan beri shu til turunda murojaat etamiz, mitinglarga chiqamiz. Mana alla qachon aytganik biz shu Tatarning ma'rifini bitiruv siyosatini Moskva olib boradi. Lekin uni tinglamasga tirishdilar. Mana hozir endi natijasi kelib yetdi. Ular o'yladilar bizning yetakchilarimiz. Mana biz o'tiramiz hozir, bizning boyliqlarimiz bor. Til turunda qo'zg'atmag'ach bizning boylig'imizga Moskva tegmayishak deb. Lekin ular yolg'iz qolar. Chunki Tatariston mana hali ko'pdan tugilgan degan Boshqirdistonning tortib oldilar, o'zining Boshqirdistonning bosh neftini tortib oldilar. Mana Moskva tortib oldi butinisini. Butinisini tortib olgandan so'ng endi boshqalar shu til turunda aytdilar. Endi til turundagi butun zakonlarin Rossiya imperiyasini turg'ashdan ularning shu boylig'ini tortib oldilar. Rahimov nashlay turib qoldi. Biznikilar o'ylar ishchilarimiz. Mana biz millatimizni sotamiz da o'zimizning boylig'imizdan turib qolamiz deb. Turib qolmaylar. O'zlarining boyliqlarini saqlab qolish uchun Tatar xalqini sotib bitirdilar. Ana nishin singari bizning shu Tatar maktablarida Tatar tilini o'qituvni, Tatar o'qituvchilarini qisqartib bitirgandan so'ng Moskvadan tuttirib 5 kishiga orden topshirdilar. Nishin birinchi Fiyafanga, ikkinchi prokurorga, uchinchi Shaymeyevga, to'rtinchi Muhammedshinga ham Minixanovga. Butunisida bir ukaz bilan bir kunni chunki ular Tatarning millatining tilin, vijdonini sotdilar shu kunni.